Xush kelding yangi kun, xush kelding Navro'z deyishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bir necha kundan so'ng aynan men erta tongdan turib mana shu so'zlarni aytsam kerak. Chunki bahor faslida Navro'z ayyomining o'rni o'zgacha. Biz dasturimizni o'z yo'nalishi bo'ylab davom ettiramiz. Navbatdagi suhbatdoshlarimizni qarshi oldik. Ularni mamnuniyat bilan tanishtirib o'taman. Toshkent viloyati Qibray tumani Chinobod mahallasi yoshlar yetakchisi Taekwondo VTF Abduhamidov, sport to'garagi asoschisi, yosh liderlar ijtimoiy tarmog'i asoschisi, fidoyi xizmatlari uchun Vatan iftixori ordeni sohibi Abdumannof Abduhamidov hamda ularning shogirdlari Ziyodulla Ergashev. Assalomu alaykum, studiyamizga xush ko'rdik. Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Salomlashib olsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli yurtdoshlar. Kelayotgan bayramlar, ayyomlar bilan chin dildan tabriklab qolamiz. Mana shogirdimiz bilan bugun Nurafshon telekanaliga tashrif buyurdik. Taklif uchun ularga ham alohida minnatdorchilik bildirib qolamiz. Yaxshi keldingizmi o'zingiz? Albatta. Ziyodulla yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Kayfiyatlar yaxshimi? Zo'r, a'lo darajada. A'lo darajada. Bo'ldi. Mana shunday bo'lsin deymiz. Shogird ustozdan o'tmasa hisob emas deyshadi-ku. O'sha natijalarni hozir men ko'rmoqdaman va shogirdingiz natijalari yomon emas. Ustozdan ham o'tib ketdi. Ustozdan ham o'tib ketdi. Sizniki mana shu libosingizni bir chetini to'ldirgan bo'lsa, shogirdniki butun studiyamizni to'ldirib turibdi. Endi qay yurtlarga bordingiz, nelarni ko'rdingiz deyshadi-ku. Muxlisaxon hammasini bitta qilib sizni bo'yningizga olsak nima bo'ladi? Bilasiz, bo'yningizni ko'tara olmay qolasiz. Hali hammasi kelmagan, yana qolib ketganlari bor bu yerda. Qolib ketganlari bor. Juda ham yaxshi. Ha, Ziyodulladan oldin taassurotlarni bilib olsak, Ziyodulla qanday bo'ldi endi bunday bir natijalarga erishish? Zo'r, bu natijaga erishish qiyin bo'ldi. Kim yaqindan yordam berdi? Ota-onam, ustozim yordam berdilar. Bu natijaga erishish uchun ko'p mehnat qilish kerak. Qarang. Har kun shug'ullanish kerak. Bir kun ham qolmaydimi? Yo'q. Maktab ham bir kun qolmayaptimi ish qilib? Maktabga ham boryapsizmi o'z vaqtida? Juda ham yaxshi. Endi mana shu Ziyodulla misolida men sizga yuzlanaman. Xo'sh, keling endi mana shu sport to'garagi haqida biroz kengroq bir ma'lumotlarni bersangiz. Bugungi kunda nechta o'sha yosh sportchilar mashg'ulot jarayonlarini olib bormoqda, qanday natijalar bo'lmoqda, ko'rik tanlov oldindagi rejalar, mana shu haqida bemalol suhbatlashamiz. Jamoamiz 2021-yil tashkil topdi. Birinchi boshlanishiga 4 nafar sportchi bilan boshlab oldik. Keyin jamoamiz 4 nafar sportchimiz yuqori natijalarga erishdi. O'zini ko'rsatgani uchun mahallada jamoa safi juda kengaydi. 30 nafardan oshib ketdi jamoa. Ota-onalar ham ko'rdingmi? Ota-onalar ham ko'rib o'sha degan bir fikrlarni ishonchni bildirishyapti. Ishonch bildirishgandan keyin ko'p sportchilarni olib kelishdik. Keyin 2022-yildan o'sha sportchilarimiz son 50 nafar bo'ldi. Keyin o'sha 80 nafar, 90 nafarga o'sha haftada 3 marta bo'lsa, haftada 6 marta ham trenovka kunlari to'g'ri kelib ketdi. 2024da 3 yilligini nishonladik. 2025-yil yaqinda 4 yillik tantanasini nishonladik. O'sha tantanamiz Nurafshon telekanalida efirga uzatildi. Hamma anaqalari. Keyin o'zim 2024-yilda yoshlar yetakchisi faoliyatini olib bordim. 2025-yilda yosh liderlar ijtimoiy tarmog'ini tashkil etdik. Ijtimoiy tarmog'imizda u yerda faqat yoshlar uchun ibratli video roliklar tayyorlanib boriladi. Mahallamizdagi faol yoshlardan, ishsiz yoshlardan tashkil topgan yoshlarimizni tashkil qilib turib, ijtimoiy tarmoq tashkil qildik. Yerda shu yoshlarimizga ibratli roliklar olib borilmoqda. Sportimizga kelsak, sportimizda o'zim 2020-yildan faoliyatimni to'xtatganman. Ayrim sabablarga ko'ra faoliyatimni to'xtatganimdan so'ng o'zim ilmiy maqolamni yozdim. O'zim ilmiy maqolamni yozganimdan so'ng intellektual izlanuvchi hamda Vatan iftixori ordeni Qo'g'ish qanot Qozog'iston uyushmasi yozuvchilar uyushmasidan ko'plab nishonlarga sazovor bo'ldik. Maqolalarimizni ko'p gazetalarda chop etilmoqda. O'zimizning Qibray sadosi gazetasida, Qozog'iston uyushmalari gazetalarida chop etildi gazetamiz. Sportchilarimiz ham hozirda ham bir soat sport bilan shug'ullanib kelsak, qolgan vaqtida bo'sh vaqtlarida men oldimga kelishib o'sha ilmiy maqolalarni yaratib kelishmoqda. Ilmiy maqolalarni ularni biz tanlovga topshiramiz. Tanlovda g'olib bo'lganlari bunaqa medallar bilan medalga sazovor bo'lishadi. Bu sportchimiz ham 2024-yil, 2025-yillar oralig'ida o'zlarini ko'proq ko'rsatib, musobaqalarda chempion bo'ldilar. Keyin bo'sh vaqtlarida telefon o'ynamasdan bizga kelib, o'sha ilmiy maqolalarni yozdik. O'zbekistonda taekvondoning yaxshi va yomon tomonlarini ko'rsatib berdik. U natijalari
ko'prak nishoni, intellektual rivojlanish ko'prak nishoni hamda kelajak qanot ustida bilan mukofotlanadi. Medallar bu sport musobaqalarida erishgan yutuqlari. Qoyil. O'zi sportchilar shu juda ham kamga bir gapirishni xohlamaydigan insonlar bo'ladi-da, lekin ham yosh mahallada yoshlar yetakchisi ham qarang, o'sha faol 24 soat faol degani bu, chunki har bir yosh bilan ishlash kerak, har bir yoshga e'tibor berish kerak, chunki har bir yoshni taqdiriga bugun yurtboshimiz ham qiziqqan holda haftani har payshanbasi mana shu mahallada yoshlar kuni deb o'sha e'lon qildilar va bu yoshlarga menimcha juda ham manzur bo'ldi va mana shu mavzuda bir nom aytib kelgan. Qaysi mavzuda deyman? Assalomu alaykum, Arafa muborak bo'lsin. Jonli efirda bir yurtdoshlarimizni kirib kelayotgan Ramazon hayiti bilan O'zbekiston Yoshlar Ittifoqi Toshkent viloyati kengashi nomidan samimiy muborakbod etamiz. Jasur aka, mana shu tilagimizni o'qib eshittirib qo'ying. Ish jarayonida sizni tomosha qilmoqdamiz deya Muhammad ismli qadrdonlarimiz bizga noma taqdim etibdi. Qarang, aynan ular ham yoshlar tizimida faoliyat olib boradi va bugun siz kelganingizni qarang, mana shu tizimdagi insonlar ham ana bizni tizimdan bugun erta tongdan Nurafshon telekanalida mana shunday bir o'tirishibdi deb faxr bilan tomosha qilishyapti-da, chunki har bir yoshning yutug'i bu yurtimiz yoshlarining yutug'i, ertamiz kelajagining yutug'i. Ana endi esa suhbatda davom etamiz. Bizni kuzatishda davom eting deb qolamiz ularga va nima uchun aynan ushbu sport turini tanladingiz degan savolni bergim keldida va necha yoshdan shug'ullanish tavsiya etiladi yoshlarga? Yoshlarga shu 4 yoshdan o'zi tavsiya etiladi. 4 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan oraliq masofada shug'ullansa bo'ladi. Agar asosiy anaqasi shu bir 12 yoshlardan o'zi ma'qulda, 12 yoshlardan. 12 yoshlardan oraliq masofasi yaxshi. Agar vaqtliroq kelsa, undan ham yaxshi. Shpakat ochishda qiynalmaydi. Biz o'zimiz sportga kirib kelishimiz asosiy maqsadi o'sha bolalar bilan o'sha mahallada o'ynagan holatimizda o'zimiz har xil sportlar bilan shug'ullanib ko'rganmiz. Bizning mahalladan o'zi sport maktabi ochilgandan keyin bizlar qaysi sportga to'g'ri kelsa, o'sha trenerlar maslahatlashgan holatda bizga taekvondo to'g'ri kelgani uchun taekvondo sportini tanlaganmiz. Uni mezonlari bormi, qandaydir to'g'ri keladi deyapsiz, bizga to'g'ri kelganligi uchun? Mezonlar yo'q, trener qiziqish bo'lganda o'sha murabbiy tanlayveradi. Murabbiyga borganda murabbiy sen shu sportda keta olasan. Murabbiy o'zi psixologik sezadi-da, sen o'sha sport bilan keta olasan yoki senga bu sport to'g'ri kelmaydi, boshqa sport tanlaganing ma'qul. Nimalar talab qilinadi ulardan? Asosiy chidamlilik bo'lishi kerak, moslashuvchanlik, o'sha shpakat ochilganda qiynalish bo'ladi, azina bari o'sha chidamlilik asosiy. Shogirdlaringiz orasida bo'lganmi? Yo'q, shug'ullanmayman, ketaman deganlar. Shunaqalari bo'lgan. Kichkina bolalar 4 yoshli bolalarimiz keladi, shpakat ochgandan keyin o'sha birinchi kuni ko'rib, keyin qaytib kelmaydiganlar ham bo'lgan. O'sha qo'rquv asosida ota-onalar olib keladigan ham bo'lgan. O'sha telefon o'ynab o'tirganda hozir sen ustozing aytaman, shpakat ochadi, shpakating ochganda shu telefondan chekinganlar ham bo'lgan shu orqasida. Shpakatda o'sha sal foydasi bor uni ham. Bu quvonarli albatta. Har bir insonni o'ziga xos ajrab turadigan jihatlar bor. Kimdadir aqliy salohiyati kuchli bo'ladi, ya'ni kimdadir o'sha qo'l harakatlarida o'zgacha bir kuchlilik bo'ladi, kimdadir oyoqlarida. Nima bo'lganda ham har bir o'sha tizim uchun sportlar bor. Oyoqlarda kuch bo'lsa futbol, qo'llarda bo'lsa boks, mana shunday bir qo'l oyoqda bo'lsa mana shunday bir taekvondo sport yo'nalishi bor va maktabdan va mana shu sport jarayonlaridan bo'sh vaqtlaringizda nimalar bilan qiziqasiz, nimalar qilasiz? Ziyodulla, sizga yuzlanmoqchiman. Men shu sportdan tashqari mental arifmetikaga boraman. Ularda ko'p birinchi o'rin olaman, 4 ta va bitta kubogim bor, 2 ta ikkinchi o'rin bor. Qoyil sportchilar o'sha o'qish taraflama biroz natijalarga erishmaydi degan bir so'zlarni aytar edik, chunki ko'proq vaqti sportga qarab ketib qoladi degan, lekin mental arifmetika bo'yicha yutuqlar chakki emas. Borishga Ulguraman. Sinab ko'rsak bo'ladimi? Ishqilib. Muxlisaxon bir qani sinab ko'ringchi, bir topshiriqlarni bergan holda yoki siz yaqindan yordam berasizmi aka? Nima bo'yicha? Mental arifmetika. Aynan, mana shunday bir mental arifmetikani bilasizmi siz? Qani mayli. Bir nechta bir sinovlarni, bir harakatlari bor-ku, aynan ular xayolda. Eng birinchi bo'lib, birinchi kitobdan boshlayman. Bu oddiy misol. Bir xonali, 2 xonali, keyin 3 xonali u 3 xonali abakus ishlaymiz. Keyin ikkinchi kitobga o'tiriladi. Bu kichik do'st deyiladi. Unda ishlaymiz, uni bitirsak 3-chi kitobga o'tiladi. Bu katta do'st deyiladi.
uni ishlab bo'lganingizdan keyin 4-kitobga o'tasiz. U общий bo'ladi, unda ko'paytirish ham bo'ladi. Keyin 5-kitobga o'tasiz, ko'paytirish bo'li ham kiradi. Uni bitirganingizdan keyin 6-kitobda shu ildizlarni chiqarish, ko'paytirish bo'li, murakkab qo'shib ayirish ular bo'ladi. Xo'p, ko'paytirish bo'yicha men savol bersam topa olasizmi? Sinab ko'raman. Sinab ko'rsak bo'ladimi? Xo'p, demak 95 ni ko'paytiramiz 83 ga. Bu 95. juda ham qiyin. Men o'sha maxsus jarayondan javobini topdim. Xo'sh, qanday? Xo'sh. Hisoblayaptilar hozir. 95 ni 83 ga to'g'rimi? Muxlisaxon, siz o'ylab ham ko'rgingiz kelmayapti. Sal osonrog'idan bering yoki bo'lmasam. Osonroqdan beray. Yo'q, qarang, hisob kitob bo'lmoqda hozir. Ha, hozir chalg'itmay turaylik bo'lmasam. Agarda qiyin bo'lsa osonroqdan beraman. Osonroqdan. Oson, mayli. Xo'p, 12 ni ko'paytiramiz 22 ga deylik. 12 ni 22 ga ko'paytirsak, Menga mana shu jarayoni qiziqdi. Ko'paytirsak deydi-da, u yog'i xayolda davom etadi. O'sha xayolda nima bo'lar ekan, ha? Muxlislar. Mayli, sal osonroq. 25 ni 5 ga ko'paytiraylik. 448. 25 ni va Besh. 12 ni ko'paytirdingizmi? Yoki 25 ni 5 ga ko'paytirdingizmi? 25 ni 5 ga ko'paytirdingiz. 12 ni 22 ga ko'paytirdingiz. Ha. Hozir tekshirib ko'ramiz. 12 ko'paytirib 22. Necha dedingiz? 448. 12 ni 22 ga ko'paytirsak, 400 biroz adashibsiz. Mayli, biroz. Yaxshi. Hayajon bor-da, hayajon bor, hayajon bor. Men o'sha ko'p bilamiz, mentaliy arifmetika bo'yicha o'sha hisob kitoblarni qo'llarda amalga oshirishadi degan bir narsaga odatlanganmiz, lekin unday harakatlarni ko'rmadik. Xayolda ham bajarsa bo'ladi buni. Hozir bizda lavha bor, mohir qo'llar lavhasi, o'sha turli buyumlarni qo'l orqali yasash, bajarish va o'ylaymanki, bu siz uchun manfaatli bo'ladi. Marhamat.
Ha, fizikaning oltin qonuni bo'yicha tayyorlangan o'sha jarayonni ko'rdik, guvoh bo'ldik. Ochig'i Buyumlar, natija albatta. qanday bo'lar ekan deb kutayotgan bo'sh edim. vaqtingizda albatta buni Sinab yasab ko'ring ko'ring va deymiz. termilib o'tirish insonga bitgandan keyin mana shu suv Zavq beradi, ya. alishish jarayoni aynan insonga zavq beradi, chunki o'zi inson suvga qaraganida aksini ko'radi va aksidan tashqari o'sha ichida qalbida bo'layotgan jarayonlarni, tasvirlarni ham ko'radida. Ana shunday bir suhbatni davom etamiz. Albatta. Xo'sh. Vatan iftixori ordeni sizga qanday bir nima deydi, faoliyatingizga o'z ta'sirini ko'rsatdi. Qanday Va buni mas'uliyatlarni olish yukladi? ham oson bo'lmagan. Faoliyatimizga bu ta'siri o'sha katta mas'uliyat yukladi. Bu bizdan yelkamizda. Birinchi fidoyi xizmatlari uchun ordenni olganman. Fidoyi xizmatlari ordenini olgandan keyin yana o'z ustimda ko'proq ishlashimga olib keldi bu. Shogirdlarimni ham o'sha o'zimga o'z yo'limga tortish, to'g'ri yo'lga boshlash, o'sha asosiy maqsadim shu. Juda ham yaxshi. Yosh liderlar ijtimoiy tarmog'ini tashkil etish g'oyasi qanday paydo bo'lgan va uning asosiy maqsadi nima? Yosh liderlar ijtimoiy tarmog'ini tashkil etish o'zimiz mahalladan o'zimdan kelib chiqdi bu. O'zimiz ish reja qilishimiz kerak edi. Haftalik ish reja. O'sha haftalik ish rejasiga qo'ydim. O'sha yosh liderlarni qo'ydik, ish boshladik. Mahalladagi ishsiz yoshlardan ishsiz yoshlarni tashkil qilib boshlaganimizda obunachilarimiz soni 3 nafardan boshladik. Hozirda 17.400 nafar obunachilar bizni kuzatib bormoqda. Ibratli roliklar, o'sha aldanib qolmaslik, har xil o'sha yoshlar uchun asqotgan videolar ishlab Yoshlarni bormoqda. kuchini bir nuqtaga birlashtirish uchun menimcha ijtimoiy tarmoqlar ham mana shunday bir yaxshi vazifalarni bajarib bermoqda. Bu quvonarli albatta. Har bir o'sha texnologiyadan, har bir jarayondan munosib oqilona foydalansa bo'ladi-da. Bugungi kunda mana qarang, yoshlarimiz bundan ham unumli foydalanishmoqda. Va mana shunday natijalarni qo'lga kiritish jarayonida va ham mahallada yoshlar bilan ishlash, ham mana shunday bir farzandlarga, bolalarga sportdan bilimlarni, ko'nikmalarni berish, o'zi vaqt yetyaptimi? Bunga energiyani qayerdan olyapsiz? Shu vaqtimiz yetyapti. Shuni orasida yana sizni bezovta qilib biz ham chaqirib olganmizda, qarang. Vaqt yetadi, hammasi taqsimlangan vaqtimizda. O'zimiz mahalladagi volontyor yoshlarimiz ham bor, ular ham yordam berib turishadi. Volontyor yoshlar bilan kelishib, hamkorlikda ish olib boramiz. Hammasi rejali. Hammasi rejalik. Yoshlarni bu sport turiga yana ham jalb qilish uchun qanaqa rejalar tuzyapsiz? Yana ham jalb qilish maqsadida o'sha telefon bilan sportni ko'rsatib berish. Ijtimoiy tarmoqlarda sport bilan shug'ullansang qaysi yutuqlarga erishasan? Telefon o'ynab turib anaqa vaqtingni zoya ketkazsang nimaga erishasan? Shuni ikkalasini taqqoslab turib ijtimoiy tarmoqda yorityapmiz. Sportchi anaqa yoshlarimiz o'zi tanlagan holatda kelyapti sportimizga. Har bir narsaga mehr o'sha bolalikda uyg'onsa, u umrni oxirigacha qisman bo'lsa ham davom etadi. Mana shu sport bo'yicha ketmasa ham u inson sportda shu ulkan natijalarni erishmasa ham, lekin bolaligida sportga chiniqib, sportga mehrni uyg'otsa inson hayoti davomida sport unga yo'ldosh bo'ladi. O'zini sog'ligi uchun, o'zini o'sha turli hayotning sinovlariga bardoshli bo'lish uchun, yiqilganda qayta turish uchun va qolaversa irodali bo'lish uchun-da. Menimcha ota-onalar bugungi kunda mana shuni anglab yetmoqda. Kundan kunga ota-onalar soni oshmoqdami? O'zingizni mahallangizdan tashqari qo'shni mahallalardan ham shogirdlar kelmoqdami? O'zimiz mahalladan tashqari 12 ta viloyatdan kunlik bo'yicha telefon bo'ladi. Bizani anaqadan ham ochinglar degan. Hozirda bitta shu mahallani o'zida ochib turibmiz. Endi faoliyatimizni yana kengaytirmoqchimiz. O'zimiz shogirdlarga ham yana zal ochib faoliyatni kengaytirmoqchimiz. Hozir yoshlarimizni ko'ryapsiz, ijtimoiy tarmoqlarda har xil videolarni ko'rib asabiy, qanaqa psixologik asabiy bo'lib qolgan. O'shalarni biz to'g'ri yo'lga boshlashimiz uchun o'sha yosh liderlar ijtimoiy tarmog'ini yo'lga qo'ydik. O'sha yosh liderlar ijtimoiy tarmog'ida o'sha yoshchi erishayotgan yutuqlari yoritib boriladi. Juda ham yaxshi. Oldinga qo'ygan maqsadlaringizga albatta erishing deymiz. Ishlaringizga rivoj tilaymiz. Studiyamizga kelganingiz uchun rahmat. Vaqt topib, juda ham mazmunli bir suhbat bo'ldi. O'zingizni tengdoshlaringizga, yoshlarga kerakli bir foydali maslahatlaringiz bo'lsa, yo'llashingiz mumkin. Yoshlarimizga maslahatimiz shu ota-onalarga asosiy tavsiyamiz yoshlarimiz o'sha telefonlarini haftada bir marta bo'lsa ham kuzatib turishlarini tavsiya qilib qolamiz. Telefondan tashqari o'zingizlar sportga jalb qilinglar yoshlarimizni. Telefonning foydasi yo'q. Agar
telefonni ham to'g'ri yo'nalishda foydalansa, u mayli. Lekin ani o'yin, har xil anaqalardan yig'olashgan holatda sportga jalb qilishini xohlab qolamiz. Albatta va aynan mana shunday bir yoshlar tomonidan tashkil etiladigan ijtimoiy tarmoqlarga ham a'zo bo'lib qo'yishsa, o'zlari uchun tengdoshlari qanday bir ishlarni amalga oshirmoqda bu haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishadi va o'zlarini taqdirini o'zgartirishga harakat qilishadi albatta. Ana endi esa Muxlisaxon, biz 3-chi mehmonimizni qarshi olishdan oldin bir sayohatni amalga oshiramiz. Bilamiz, o'sha biz sayohat orqali turli davlatlarga, turli shaharlarga borgimiz keladi. Bu safargi sayohatimiz o'zgacha. Chunki bu safargi sayohatimiz orolli bo'ladi. Turli orollarni tasvirlar orqali ko'ramiz va ular haqida qiziqarli ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Marhamat.